Lekin aslida arziydimi? Bu 5 kunlik dunyoda o'zi nima ish qilib yuribmiz? Qayoqqa qarab ketyapmiz? Qanaqa savobli amallar bilan mashg'ul bo'lyapmiz? Bir o'ylab ko'rishimiz kerak aslida. Insonlarga bo'lgan hurmatimizga, sevgimizga javob ololmasak, qancha siqilamiz, qancha o'ylaymiz. Molimizga zarar yetib qolsa, dod solamiz. Lekin aslida hammasiga arziydimi shu? Arziydimi yuragimizni shuncha siqib, shuncha yig'lab voydod qilishimizga? Axir bu dunyo 5 kunlik dunyo-ku. Qachonki bu dunyoni tark etarkansiz, o'zingiz bilan nimani olib keta olasiz? Na mol dunyoni, na sevgan yorimizni, na farzandlarimizni, na ota-onamizni. Nega o'zimiz bilan birga olib keta olmaydigan bu dunyoda nega insonlar bir-birini shunchalar xafa qiladi, talashadi, ko'nglini ranjitadi? Nima uchun? Biz bu dunyoda abadiy emasmiz-ku, lekin insonlar nafsini xuddi abadiydek tutadi.